Zelyoniy zonasini o'ziga bitta dommi puli ketgan hovlimizni bugun sizlarga video obzorini qilib beramiz. Olmazor tumani Chuqursoy mahallasida joylashgan 6 sotix 8 ta xonadan iborat. Ikkita katta oila o'zi ham maza qilib yashasa bo'ladi. Ko'chatlarini qaranglar, magnoliyani qaranglar, 6 metrdan baland bo'lib ketgan, o'zi kichkinasi palon pul turar ekan. Mana shu daraxtimizda bo'lsa, bilgan biladi, o'zidan boshqacha hid chiqarar ekan. Mana shu turishini o'zi $10,000 dan qimmatroq turar ekan. Uyimizda bo'lsa, ko'chani uglovoy va tartsevoy qismida joylashgan. Futbolning polelagacha bu yoqda qilib tashalgan ekan. Bu yoqda bo'lsa darvozaxonamizda joylashgan, ikkita 3 ta mashina bemalol sig'adi, katta mashina ham bemalol sig'adi, ko'rib turganingizdek. Bu yoqda bo'lsa tapchani ko'rishingiz mumkin, yozgi issiq kunlarda maza qilib dam olib o'tiradigan joy qilib qo'ysanglar bo'ladi. Binoyimizda bo'lsa 2 qavat 3 urvilli bino, pishgan, g'ishtdan ko'tarilgan, ko'rib turganingizdek suvoqdan chiqqan hovlimizda stяжка bo'lgan. Bu yoqda kiraverish paradli eshigimizda joylashgan. Kirishimiz bilan o'ng tomonimizda bu yoqda umivaylik, bu yoqda yozda o'tiradigan joy va uyimizni bu yoqda stabilizatorlarini ko'rishingiz mumkin. Binoyimizga bo'lsa ikkita kirish eshigi bor. Bu yoqdan kirilganda primoy oshxonaga, bu yoqda bo'lsa asosiy kirish eshigimizda joylashgan. Hozir sizlarga binoyimizga kirishdan oldin mahallamizni ko'rsatib beraman. Mahallamiz juda ham fayzli va juda ham tinch mahalla, shunaqa bagati mahallada joylashgan. Uyimizni o'zini bu yoqda parkovkalari ham bor ekan. Bu yoq tupik ko'cha bo'lyapti. Mana shu joyimizni joy egalari qo'shib olishgan ekan, taxminan 2 sotiqdan iborat. Hozir aytib o'tganimdek, uyimiz ko'chani uglovoy va tartsevoy qismida joylashgan. Gir aylana shunaqa archalar ekilgan ekan. Atrofda bo'lsa maktab, bog'cha, supermarket hamma sharoitlari bor. O'zi bu mahallani ko'pchilik biladi. Hozir endi sizlar bilan birgalikda binoyimizning ichiga kirib, xonalarini ham ko'ramiz. Binoyimizga kirishimiz bilan shunaqa keng koridorimizni ko'rishingiz mumkin. Faqat koridorimiz emas, hamma xonalarimiz keng, katta, yorug' va baland qilib planirovka qilingan. Bu yoqdan ikkinchi qavatga chiqsa bo'ladi, bu yoqdan podvalga tushsa bo'ladi. Hovlimizdan ham podvalga tushsa bo'ladi. Podvalimizda uyimizning yuragi bo'lgan kotelniy sistemamiz va bitta katta xonamizda joylashgan. U xonamizda dam olish uchun mo'ljallangan ekan. Binoyimizga kirishimiz bilan chap tomonimizda bo'lsa, bu yoqda bitta xonamizda joylashgan, shunaqa chiroyli qilib divanli zona qilib qo'yilgan. Maza qilib televizor ko'rib o'tiradigan joy qilingan. Uyimizda chiroyli qilib ta'mirlangan, devorlarimizga sifatli aboylar yopishtirilgan. Uyimizning mebel texnikalari kelishilgan holda qoldiriladi. Uyimizning pol qismiga chiroyli qilib laminat, sanuzellarimizga bo'lsa kafel ishlatilgan. Uyimizni isitish uchun to'liq iliq pol o'rnatilgan. Bu yoqda bo'lsa katta zalimizni ko'rishingiz mumkin. Zalimizning devorlarida mramorniy venesianka qilingan ekan. Juda ham chiroyli chiqqan deb o'ylayman. Sizlar ham o'zingizlarning shaxsiy fikringizni bemalol kommentariyada qoldirsanglar bo'ladi. Hammamizga nasib qilsin shunaqa dang'illama uylarda yashash. Bu bo'lsa to'qilgan ekan, ko'rib turganingizdek, juda ham chiroyli chiqqan. Bu yoqda родительская spalnyamizda joylashgan. Bu xonamizni o'zini alohida sanuzeli bor. Bu xonamizning oynasi ko'chaga qaragan. Bu yoqda bo'lsa gostivoy sanuzulimizni ko'rishingiz mumkin. Hozir aytib o'tganimdek, sanuzullarimizga kafel ishlatilgan. Oshxonamizda bo'lsa ikkita xonaga ajratib qo'yilgan. Bu yoq tomonda ovqat tayyorlanadigan xonamiz, bu yoqda bo'lsa choy ichib o'tiradigan xona qilib qo'yilgan ekan. Oshxonamizda shunaqa ostrovlarni ko'rishingiz mumkin. Hamma mebel texnikalari bor. Bu oshxonamizga hovli orqali ham alohida yana eshik ochilgan ekan. Hozir endi sizlar bilan birgalikda ikkinchi qavatimizdagi xonalarimizni ham ko'ramiz. Ikkinchi qavatga chiqishimiz bilan ham shunaqa keng koridorimizni ko'rishingiz mumkin. Hamma xonalarimizga faqat koridor orqali kiriladi. Ikkinchi qavatga chiqishimiz bilan o'ng tomonimizni bu xonamizni spalnya qilib foydalansanglar ham bo'ladi yoki ikkinchi qavatimiz uchun zal qilib ham foydalansanglar bo'ladi. Birinchi qavatimizda ikkita zal bo'lganligi uchun bu xonamiz ko'proq yotoqxonaga mos keladi deb o'ylayman. Hamma xonalarimiz ko'zni charchatmaydigan yorqin ranglar ishlatilgan. Bu yoqda bo'lsa master spalnyamizni ko'rishingiz mumkin. Родительская spalnya. Bu xonamizning o'zini alohida bu yoqda garderobnisi bor va sanuzeli ham bor. Ikkita oila o'zi ham maza qilib yashaydigan uy.
Bu yoq burchagimizni bo'lsa, shunaqa kompyuter qo'yib ish joyi qilib qo'yishgan ekan. Bu yoqda детская spalnyamizni ko'rishingiz mumkin. Bu spalnyamiz qiz bolalar uchun mo'ljallangan. Bu spalnyamiz bo'lsa, детская spalnyamiz o'g'il bolalar uchun mo'ljallangan. Bu yoqda ikkinchi qavatimiz uchun общий sanuzelimizni ko'rishingiz mumkin. Juda ham foizli xonadon, uyimizni joy egalari $480 ming deyishyapti. Yana kelishadigan joy bor ekan. Bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Telefon raqamlarini yozib qoldiramiz. Shunaqa dang'illama hovli qidirgan do'stinglarga bu videomizni yuborib qo'yinglar.